Assalomu alaykum, Mr. Devlon kanali muxlislari. Mana bugun navbatdagi SD320 frontal yuklagichi baraka bo'ldi Navoiy viloyatidagi firmaga, tashkilotga. Mana hozir yuklash jarayonini ko'rmoqdasizlar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Texnikamizni kubaturasi 3.2 kuba. Qo'shin ob'yomi 3.2 kuba. Og'irligi 17.300 kg, ya'ni 17 tonnaga 300 kg. Hop, gruzopodyomnisi, ya'ni yuk ko'tarishi, ya'ni 5,5 tonnagacha yuk ko'taradi va 3 metrdan balandroq, ya'ni 3.2 metrgacha bemalol yuklab beradi. Hova, chakman, hamma samasvallarga yuklab beradi, ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari joystikli upravlение, orqasida zadniy kamerasi bor va воздушный filtri ko'rayotgan bo'lsanglar, yon tarafiga chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafida zadniy kamerasi mavjud. Undan tashqari podkachka toplivasi ham bor. Ya'ni yoqilg'ini tortib oladigan nasosi. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda ko'rsatilgan telefon raqamlariga bemalol murojaat qilasizlar. O'zbekistondagi rasmiy dilerimiz, ko'rishingiz mumkin, ofisimiz Sergeli, Qumariqda joylashgan mana. Bobcat Devlon xizmat ko'rsatish markazi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar, ishingizga omad. Yaxshilikda ko'rishaylik.